Konfenga amra xanım qizlar mayaga diqqat qilinglar. Bugun sizlarga kunjut qiyamni qilinadigan alomat o'xshaydigan shirinlik konfen qilish usuluna keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganalaysiz. Samsugunish boshlaylik, tep-top. Avval buning qiyamini tanishalayli. Az miqdordagi samsaq va shovsonni to'kib, ustiga 1,5 qo'sh quvoq lazam, 1 qo'sh kunjut va az miqdorda tuz selib birini aralashtirib yetib, keyinidan ravrs qistirgan mayni 2 ga bo'lib qo'yib, mizlik puruqini to'liq chiqarib olgandan keyin 2 qo'shiq achchiq suv va shammijo selib, orqadan zimajan qo'yamiz. Mening ishlatganim bo'lsa, cho'ng ustamdan tayyor tanshaglik chiqadigan samavar qiyomi. Cho'ng ustamdan cho'ngni deb ailemizda zimajan yaxshi tanshamiga urib mushlar sinab beqinglar. Sirtdagi xogo xalning zimajandan nechchas yaxshi chiqadi. Orqadan qozon suv qo'yib, qaynaganda cho'ng ustamdan xogo konfensidan bir xalt selib, buni 3 minut atrofida qaynatiblar, suzib olgandan keyin taxsiga olib, ustiga biz boya tayyor qilib olgan qiyamni to'kiblar, rosa aralashtirib, ustiga yana az miqdorda yumshoq sut yoki men ma'noda shavson seliziblar iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Amsa oxirida qo'llash nihoyat oddiy do'stlar, faqat haqsiz yurakdan birini besib, yo'llar aynigan gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.